Bugun 23-sentyabr kuni Davlat tili kuni munosabati bilan shahardagi Alimbek Dadha etnografik saylgohida bayramona tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda ko'rgazmalar bo'yicha musobaqa ham uyushtirildi. Ko'rgazma ishtirokchilarining har biriga milliy o'yinlar, urf-odatlar va taomlar bo'yicha turli mavzular bo'lib berilgan. Xolis kuzatuvchilar esa tanlov qatnashchilari orasida eng yaxshilarini tanlashadi. G'olib uchun mukofot jamg'armasi 150 ming so'mni tashkil etadi. Albatta biz bir ele ошол мамлекеттик тил күнүнө гана арнап бир иш-чараларды өткөрбөстөн биз дайыма жыл бою өткөрүп келебиз. Мындан кийин дагы бир нече иш-чараларыбызды пландап койгонбуз. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган атайын дил баяндарын сынагы өткөрүлмөкчү. Бул жерде бир гана окуучу, студенттер гана эмес, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер да катышмакчы. Muğalimler katışmakçı. Har yili Davlat tili kuniga atab maktablar aro milliy buyumlar, milliy taomlar ko'rgazmasini namunali tarzda uyushtirib kelayotganlar orasida shahardagi Lenin nomli maktab jamoati ham bor. Mектептер арасында өзбек тилдүү мектеп да. Мына ушул кыргыз тил майрамы биздин мектепте өзгөчө башталды. Биз муну ошол өзгөчө өзбек улутундагы балдарга кыргыз элинин каада салттарын, кыргыз элинин үрп-адаттарын үйрөтүү максатында өзүбүз ушул жалпы жамаат менен чогулуп ушуларды жасадык. Быйылкы жылдан өзгөчөлөнүп, буга окуучулар жамааты жалпы катышты. Буга чейин биз мектепте бир топ иш-чараларды өткөрдүк. Ушул кыргыз тил айлыгы боюнча 4-чү мэриядан элге билим берүү бөлүмү тарабынан ушул 4-чү сентябрдан 4-чү октябрга чейин кыргыз тил айлыгы болуп жарыялангандыгына байланыштуу биздин мектепте 4 сентябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тил айлыгы уланууда. Ma'lumot uchun aytib o'tsak, davlat tili haqidagi qonun 1989-yilning 23-sentyabrida qabul olingan. Qonun kuchga kirgan kundan boshlab o'lkaning turli hududlarida qonunni amalga oshirish tadbirlari o'tkazilgan. O'sh shahridagi Navoiy ko'chasida yangi ko'prik qurish ishlari boshlanish arafasida. Shu munosabat bilan bugun 23-sentyabrdan boshlab markaziy bozorga olib boruvchi bu ko'cha noma'lum muddatga yopildi. O'sh shahar vitse-meri Ilyos Rajabov bergan ma'lumotga ko'ra, mazkur ko'cha orqali qatnaydigan marshrut taksilar uchun yangi yo'nalish ishlab chiqilgan. Shu kunga qadar shaharda 55 marshrut qatnovlari bo'lsa, ulardan 40 tasi Navoiy ko'chasi orqali qatnar edi. Bu ko'prik O'shning g'arbiy tarafi bilan sharqiy tarafni Aqbura daryosi orqali bog'lagan 5 ta ko'prikning biri bo'ladi. Marshrut qatnovlari boshqa ko'chalar Abduqadirova, Nurmatov, Qasimbekov va Jim ko'chalari orqali qatnaydilar. Ko'prikni qurish ishlari sababli markaziy ko'chalarning biri yopildi. Buni fuqarolarimiz to'g'ri tushunadi degan niyatdamiz. O'zgartirilgan marshrut taksilarining yo'nalishlarini bitta odam ishlab chiqmadi. Maxsus komissiya ishlab chiqib, yo'lovchi va haydovchilar uchun qulay sharoitlar yaratishga harakat qildi, deydi Ilyos Rajabov. Eslatib o'tsak, yangi ko'prik Alisher Navoiy ko'chasi orqali Lenin va Masaliyev ko'chalarini bog'lab turadi. Uning uzunligi 450 metr va eni esa 18 metr bo'ladi. Lochinbek Qalmatov oddiy askar. U Jallobod oblasining Alaboqa chegara qo'shinida xizmat qilib, chegara hududlarining himoyasiga yordam beradi. Мекенибиз мыкты болуш үчүн чегараны тарып жатабыз. Мекенге кызмат кылып, ушунчалык сыймыктанам ушул жерде иштеп, мекенди коргоп дегендей. Колдон келгенче аракет кылып ушул жерде иштеп атырга. Jallobod oblasining umumiy chegara hududi 520 kilometrni tashkil qiladi. Uning 119 kilometri bahsli hudud. Bugungi kunda hukumat tarafidan xarajat ajratilib, chegara hududlari to'silmoqda. 4 chaqirımdan alысыраак жер. Азыр мына Торық айылында тартылып атат чепкердик жумуштар. Аскер жумуш топ чепкердик жумуштар тобу. Ошо аскер бөлүктүн өздүк курамынан түзүлгөн. Кудай буйруса, да 2 чакырымга жакын жер тозсок тозулат. Бул дагы келишим протоколдун негизинде эки мамлекеттин Өзбек Кыргыз мамлекетинин 20-протоколунун негизинде ошо чегара тилкелеринен 5 метр калтыртып, протокол ошо келишим негизинде тозулат. Chegara hududlarini to'sishda o'z yordamini ko'rsatayotgan mahalliy aholi bu ishlarning bari el uchun ekanligini aytishadi. Chegara tilkesinin to'silib atgani abdan yaxshi bo'lib atadi. Antkeni biz uchun ыңгайлуу болуп атат. Antkeni mal jandıklarımız var, жылкы, уй деген эме бар, өтүп кетет. Өтүп кетсе, тияктан алар айдап кетип калат.
o'sha problemadan qutulib atamiz hozir. Alabuqa chegara hududlarida avvalgi yilga nisbatan chegara tortishuvlari yuz bermagan. Chegara hududlaridagi nizolarning oldini olish uchun Alabuqa chegara bo'linmasi hamda Yevropa xavfsizlik tashkiloti tomonidan maxsus loyihalar ishlab chiqilib, uchrashuvlar o'tkazilgan. Loyiha asosida aholiga chegara hududlarda o'zini tutish qoidalari o'rgatilgan. Ne үшін чөшетақ тоқтауда? Себебі деген аткезчілік деген keskin azayуда, жылдан жылға азаюда. Негізінен дағы баяғы жиынтық екі мемлекеттің ортасында чегарачылардың деңгейінде екі жақтан тең біргелікте патрулдық чегараны қайтару іштері жүріп жатады. Алар жақтан Өзбекстан чегарачылары, біз жақтан біздің чегарачылар. Елді көріп атады. Аскерчілік жұмышмен әлектенген адам да көріп атады. Екі аскерден бірге жұмыс алып барғандығы. Ошоның негізінде жылдан жылға чыр-чатақта азайып, араздашуда жоқ. Bunday tadbirlar natijasida chegara hududlarda yashovchilar qonun doirasida o'z huquqlari bilan to'liq tanishish imkoniga ega bo'lganlar. To'g'ri deb o'ylaymiz. Себеби дегенде элде ошол мыйзамдуу жашаганга үйрөнүш керек да. Анан жанандай мурунку баягы биздин кененчилик убакта чегарага көп маани бербегендиктин кесепетинен баягы элдер көрүнгөн жерден баягы жер жемиштерин, баягы жыйнаган мөмө-чөмөлөрдүн бардыгын ошол чегара тозоттору жок эле ар түрдүү тараптан өткөрүп келишкен да. Hozirda Qirg'iz Respublikasining davlat chegara xizmati tarafidan Qirg'iz-O'zbek va Qirg'iz-Tojik davlat chegarasida to'sish ishlari davom etmoqda. O'zgan rayonida yashovchi Karamat Abdumo'minova kichik kredit kompaniyalardan qarz olib, uni vaqtida to'lay olmagan. U xususiy tadbirkorlik uchun kredit olgan, biroq ishlar u o'ylagandek bo'lmagan. To'xtadi. Hech qanday bir natija chiqmay, elni qiynaldik deymi, qish o'g'ir keldi, ana parnik-sarnik yegitchilik olarimiz bo'lmay qoldi. O'shantib atib, anan bankrot bo'lib qoldik, anan xo'jayin o'rib qoldi onun o'rtasida. Anan bularga qayrildim, men o'zim keldim. Men dedim, shunday kichine qiyinchilik bo'lib atadi, kichine vaqt beresiz deb zayline жазып shu satiriтердің çoğdoruna kirdim. Bizde onday bo'lmay teje dedi. Tөгөсүз, qanday yo'l bo'lsa da tөгөсүz dedi. Bu kabi bir qator nasihatchilar bugun O'sh oblast kutubxonasida kichik kredit berish tizimini o'zgartirish bo'yicha davra suhbatiga yig'ilishdi. Muhokamada kredit kompaniya xodimlari tarafidan oddiy xalqni aldagan yoki ma'lumotni to'g'ri bermagan holatlar, qarzini to'lay olmay qolgan fuqarolarni kaltaklagan hollarini tanqid qilishdi. Mikrokredit kompaniyalar lombardlar o'tirib olishib, ақчаны berib turib piramидаға келишкен. Ошонун башында абройлуу кишилер турган. Мына мен өзүмдүн эле жыйынтыгымда билем. 2010 жылдын жарымынан баштады. 2011 жакшы гүлдөдү, 2012 жакшы гүлдөдү. Бул пирамидалар. Эч жака келбей, Бишкектен чыгат да Токтогул, Таштөмүргө келбей, келип Кочкоратага келет. Пирамида. Биринчи. Bir yerde Kazakların baktı özlerinde o davno bankrot olup çalgan. Bro, çalmay, şu belki bizim Kırgızstan elin belki faizler menen, şunday çok faizler menen yaşavatacak bular. Ezgisi bizden özümüzün bank menen байланыш болгондо жана алакабызды жекече деп эсептелет. Дагы биздин немебиз, мамилебизди ошо жекече чечилиш керек деген мааниде bizga ошондой мамиле кылат экен. Hozirda kichik kredit mahkamalariga bo'lgan noroziliklar ko'p ekani va bu bo'yicha bir qator qonunlar chiqqaniga qaramay, o'lkadagi nasihatchilik vaziyati o'zgarishsiz qolmoqda. Biroq ana bugungi kunda o'sha elga olib chiqib ko'p narsalarning barini jariyalab, o'shalarning barini bitpardan ma'lumot qatori berib solib, mizon turida bizga jasogan narsa. Biz ardagi ma'lumot qatori bera turgan bo'lsa bo'lsak, bugungi kunda mikrokredit kompaniya, kommersiya banklar o'zlarining zakonlari bor, bizning mezonlar bor. O'shalar bo'yicha ulug'lik bankda sotqa berishlar mumkin. Bu belki ilde kelgen sanksiyona төлөйм деп көп семьялар бузулуп. Мына үйөсү кирип, аялына сурап атпай, туурабы? Bir tug'andын o'rtoqlarında qancha da уже bir-biriga qatishmay qolishgan. Davra suhbatiga Milliy bank vakillari, Jo'g'ri kengash deputatlari hamda kredit olgan fuqarolar qatnashdi. Tadbir davomida janubiy hududlardagi nasiya oluvchilarning asosiy muammosi nimada ekanligi muhokama qilindi.
Jo'g'ri kengash vakillarining aytishicha, qonunlarning bir-biriga zid kelishi nasiya oluvchilarning huquqlarini buzilishiga olib keladi. Kredиттин саясатын жүргүзүш керек эле. Бир топ мен ойлойм ушулардын андай десем бир тийиштүү деңгээлде иштебегенинен, көзөмөлгө албаганынан бир топ маселелер чыккандан кийин биз жогорку кеңештин депутаттары бир пакет мыйзамдардын үстүнөн иштеп бир тобу алынды, депутат тараптарынан колдоого алынып, 3 окуудан алып, мына биздин жогорку президент өзү кол койгон. Davra suhbatida nasihatchilar hamda jurnalistlar Milliy bank vakillariga nisbatan bir qator tanqidiy fikrlarni bildirishdi. Bu da'voga nisbatan bank xodimlari qonuniy bazalarning yetarli emasligini aytib o'tishdi. Yig'in so'ngida Qirg'iziston Respublikasi hukumatiga va Jo'g'ri kengash deputatlari hamda Milliy bank vakillariga nasiya oluvchilar tomonidan turli takliflar aytildi. 25 avgust kuni yo'l halokatidan vafot etgan Abdurauf o'g'li Azamatning yaqinlari bugun matbuot anjumani o'tkazishdi. Nobud bo'lgan fuqaro yaqinlarining aytishicha, 24 avgust kuni O'sh shahrining markaziy maydonida marhumning kasbdoshi Altinbek Abdurahmonov fuqarolar bilan tortishib ketadi. Ikkinchi tomon esa Azamatni noma'lum sabablarga ko'ra mashinasida bosib ketadi. Oqibatda Abdurauf o'g'li Azamat vafot etadi. Marhumning yaqinlari bunga qadar Ichki ishlar boshqarmaligi xodimlari o'z ishlariga jiddiy munosabatda bo'lmagan aytishmoqda. Ularning aytishicha, tekshiruv ishlari boshlangunga qadar aybdorlar qochib ketishga ulgurgan. Ошол бардык сөздөрдү баламдын кийими эмес экендигин далилдеп, балам менен сүйлөшүп аткандыгы саат 3-тө 20 мүнөт өткөндө акыркы сүйлөшкөндү укканымдыгы бардыгын ошол айтып барсам дагы милиция кызматкерлери жакшы мени тыңшабастан жакшы карашпай. Ушул күнгө чейин бүгүнкү 1 ай болгон болсо балам өткөнүгө 1 айдан бери телефон распечаткалар чыкпайт. Как это понять дейм? Чыкпайт и все. Канча жолу урунам, канча жолу беринем, эч кандай натыйжа жок. Бул айтышат, эми ушак сөздөр көп эле болот экен, жогорудагы бийликте тургандар туугандар экен. Qirg'iziston Respublikasi Milliy bankining ma'lumoti bo'yicha bugun bir AQSh dollari 49.5 tiyinni, yevro 66.34 tiyinni, Rossiya rubli 1.53 tiyinni, O'zbek so'mi 2 tiyinni, tojik somoni esa 10.30 tiyinni tashkil qildi. Qirg'izgidrometning xabar berishicha 24-sentyabrda yurtimizda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamolning yo'nalishi o'zgarib turadi, tezligi 1-6 metr sekund ketadi. Havoning harorati Batken oblasida kechasi 10-15, kunduz 27-32 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblasida kechasi 12-17 daraja, kunduz 29-34 daraja issiq bo'ladi. Jalobod oblasida kechasi 12-17 daraja, kunduz 29-34 daraja issiq bo'ladi. Norin oblasida kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz 23-28 daraja issiq bo'ladi. Talas oblasida kechasi 3-8 daraja, kunduz 21-26 daraja issiq bo'ladi. Issiqko'l oblasida kechasi 7-12 daraja, kunduz 19-24 daraja issiq bo'ladi. Chu oblasida kechasi 8-13 daraja, kunduz 24-29 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda 24-sentyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamolning yo'nalishi o'zgarib turadi, tezligi 1-6 metr sekund ketadi. Havoning harorati kechasi 8-10 daraja, kunduzi 26-28 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda 24-sentyabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamolning yo'nalishi o'zgarib turadi, tezligi 1-6 metr sekund ketadi. Havoning harorati kechasi 14-16 daraja, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'ladi.